Dada, çöçek anlayma. Mən çöçek etibə. Boludu balam, boludu. Mən sanaçı hazırlam dilalet çöçeklerini koyup beray ya. Assalamu alaykum do'stlar. Kechlikinglar xayrli bo'lsin. Bugun men sizlarga Malika Barno degan cho'chakni aytib beray. Undaqdan umidlarimning quliqi menda bo'lsin. Cho'chak Malika Barno. Burunning burunida nihoyatda saltanatli shoh o'tgan ekan. Shohning xotini homildor bo'lib, 14 kunlik oyga o'xshash chiroyli bir qiz tug'ibdi. Shoh farzand ko'rganlik uchun shodlanib, 7 kunduz to'y tomosha uyushtirib beribdi-da, qiziga Barno deb ism qo'yibdi. Oylar o'tibdi, yillar o'tibdi. Malika Barno nihoyatda aqlli va ziyrak qiz bo'lib o'sishga boshlabdi. Qiz o'qish yoshiga to'shqanda, otasi uni o'rda ustoziga o'qishga berib, 20 yoshigacha o'qitibdi. Malika bütün ilmlarni kamolatga yetkazib o'rganibdi. Qizning danqi bütün jahonga tarqabdi. Uning go'zalligi va donishmandligini anglab, ko'rmay turib oshiqi beqaror bo'lgan shahzoda Bayzodalar orqa-orqadan shohga elchi avatishga boshlabdi. Lekin Malika Barno nikohlanish haqidagi maslahatlarga javoban: "Otam meni yotliq qilmoqchi bo'lsa, menga loyiq bo'lguchi yigit aql va dono bo'lishi lozim. Ana shunday yigit bo'lsa, men otamning talabini o'rindashga tayyor" debdi. Shoh qizning javobini anglab bir narsa deya olmabdi. Oradan yana bir qancha yil o'tib ketibdi. Shoh yo'riq dunyo bilan xo'shlashib, oxiratga safar qilibdi. Malika otasining o'rniga podshoh bo'lib taxtga chiqibdi va butun yurtga: "Mening 41 savolim bor. Kimki mening savollarimga to'g'ri javob berib, meni qanoatlantira olsa, u mayli shahzoda bo'lsin, mayli gadoy bo'lsin, men uning amrida bo'laman. Shohligimni berib xizmatini qilaman. Agar javob bera olmasa, o'zini dar ostida ko'radi" deb jakarlabdi. Bu shartga rozi bo'lguvchilar Malikaning oldiga kirib, uning savolini anglashga boshlabdi. Biroq nini mashhur shahzodalar va bayzodalar qizning savoliga tuzukroq javob bera olmabdi. Javob bera olmagan har bir yigit dorg'i esilganda, qiz ularga ta'na qilgandek: "Har kim o'z holini bilmasa, behuda halok bo'ladi" degan so'zni bir qitim takrorlab qo'ydi ekan. Bu shaharning bir yesida o'tinchilik qilib jon boqadigan bir buvoyning Vohid degan o'g'li bir kuni Malikaning savollariga javob berish uchun o'rniga kiribdi. "Ay yigit, talay yigitlar savollarimga javob bera olmay, aziz jonidan ayrildi. O'z joningga ishing og'risin, rayondan qayt" debdi Malika yigitni qaytarmoqchi bo'lib. "Kishi o'z baxtini o'limdan qo'rqmaslik bilan topa oladi. Sizning muborak qo'lingizda o'lish men uchun baxt" debdi Vohid ikkilanmay. "Nerdan kelding?" "Ota-onamning mehr muhabbati va rahmatidan kelganligim o'zingizga ayongu." "Nega borasan? Turar yering qayerda?" "Osh uchun yurtning yeti yo'q, al o'g'li uchun hamma yer makon. Men sizning visolingizga yetkili keldim." "Insonning oliy fazilati nimada?" deb so'rabdi Malika. "O'z beshiga kelgan qiyinchilikqa bardoshlik berish va o'z eliga, xalqiga, do'stiga xiyonat qilmaslikda" deb javob beribdi yigit. "Butun dunyoga shohlik qilganlar bo'lganmi?" "Bo'lgan. Dunyo bino bo'lgandan buyon jahon shohlaridan Sulaymon, Iskandar, Namrud va Shaddod qatorliqlar o'tdi. Biroq ilm va hikmat jihatda yaratgan to'hfasi bo'lmag'achqa, dunyoda ularning quruq nomi qoldi xolos." "Kishilar qaysi yaxshilikdan qochidi, qaysi yomonlikni so'yidi?" "Kishilar qor yomg'irdan iborat tabiatning yaxshiligidan o'zini qochiradi. Ortiq mol dunyo, fitna fasodni so'yidi. Bu umumiy odatdir. Dalil shuki, sizmi xalqning qontar badiliga kelgan xazinangizni so'yisiz." "Odamni paslashtirgan sifat nima?" "Takabburlik, mag'rurlik, aldirong'ulik va yolg'onchilikdir." "Qandoq kishi rahimdil va qandoq kishi rahimsiz, fuxsiq bo'ladi?" "Yo'qsizlik,
Açlıqның ta'mini tetigan kishi rahimdil, boylar puqsiq va beg'ul keladi. Dunyoda eng keng narsa nima? Olam bo'shliqi, shundoqla podshohlarning adolati, olimlarning ilmi va hikmatidan ortiq kenglik yo'q. Dunyoda sonsiz va cheksiz narsa nima? Jonliq sonsiz, olam cheksizdir. Hayotlikning afzalligi nimada? Ilm, ma'rifat, halol mehnat, pok muhabbatda. To'ymas narsa uchratdingmi? Uchratdim. Ko'z qarab to'ymaydi. Muhabbatli kishilar bir-biriga, o'tinga, olim ilmga, boy molga, odam umrga to'ymaydi. Malika Barno ko'nglida balli azimat deyishga majbur bo'ldi. Lekin yanala tan bermay mag'rurlik bilan savolni davomlashtiribdi. Odam nimadan xorlanadi? Hammaga ayonki, ilm ma'rifatni, hunarni, halol amgakni xo'rlig'uvchilarning oqibatda o'zlari xorliqqa qilib vayron bo'lishi muqarrardir. Nimalar bir-biridan ayrilmaydi? Sog'liqdan og'riq, hayotlikdan mamatliq, to'qliqdan ochliq, xo'shalikdan xafaliq manga ayrilmaydi. Xizmat qilishdan yonmaslik kimga mansub? Bola ota-ona xizmatidan, mard uy xizmatidan, uy egasi mehmon xizmatidan yonmaydi. Odam nimadan nomusga qoladi? Chaqirmagan yerga berish, dushmandan, bexildan yordam tilash, odamni o'limda ortiqroq nomusga elib borganligi shaksizdir. Seningcha eng og'ir narsa nima? G'iriblik, judolik, muhtojlik tangdossiz og'irdir. Ustoz yo'q, hunarvan bormi? Bor, muhabbatli yurak, ustozsiz hunarvan. Nima boylik hisoblanadi? Salomatlik va xalqning hurmatiga sazovor bo'lishdan ortiq boylik yo'q. Odamning eng yomon dushmani qaysi? Ajrsiz to'plangan mol dunyo eng yomon dushmandir. Mening iltifotimga sazovor bo'lishni xohlamsan? Sizni xiyol qilish bilan xushalman. Vahidning javobidan to'liq qanoatlangan Malika Barno o'rnidan dast turib, Vahidga hurmat bildiribdi va o'z qo'li bilan shohlik tojini kiygizib, oltin taxtga chiqaribdi-da. Sizning amringizda bo'lishga roziman, deb ehtirom bildiribdi. Taqidumba kanay sunay chelinibdi, zilchi gilamlar selinibdi, tosh qasollar esilibdi. Zindandagilar ozod qilinib, murosimga qaytilibdi, ravaqlarning ustidan tangi tilla chechilibdi. Shunda qilib 40 kech kunduz to'y tomosha bo'libdi. Malika Barnoga o'ylanib olgan Vahid hayotining oxirigacha odillik bilan yurt so'rab, baxtlik yashabdi. Kichik do'stlar, Malika Barno bilan Vahid nima degan aqlliq? Barnoning aql parosatiga tayanib so'ragan savollarga Vahid nihoyatda o'rinli javob berdi. Hammamiz qoyil bo'lib ketdik-a? Shuning uchun biz Barno va Vahidga o'xshash aqlli va dono bo'lib, u ikkisini bir hayron qoldirib o'taylik-chi. Kech bo'lib ketibdi, bugun boldir uxlanglar. Atom shu vaqtda Dilala Undidar salonida ko'rishaylik. Tatliq tushlar sizlarga hamroh bo'lsin.